Sizda ham aniq shu hissiyot bo'lgan. Go'yoki hayotingizdagi bir lahza qaytarilayotgandek. Bugun sizlar bilan deja-vu haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Taxiyot, siz Topuz kanalidasiz. Lekin nega bu tuyg'u shunchalik qo'rqinchli? Balki siz kelajakni ko'ra olarsiz yoki biz simulyatsiyada yashayapmizmi? Bugun biz miyamizning eng g'alati xatosini qismlarga ajratamiz. Tayyor turing, chunki bu videoni siz go'yoki avval ham ko'rgandek bo'lasiz. Deja-vu fransuzchadan tarjima qilganda oldin ko'rilgan degan ma'noni anglatadi. Yer yuzining 97% odami buni bir marta bo'lsa ham hayotida his qilgan. Eski davrlarda buni reinkarnatsiya, ya'ni o'tgan hayotimizdagi xotiralar deb atashgan. Ezoteriklar esa buni parallel dunyodagi o'zimiz bilan uchrashuv deb aytishadi. Lekin biz ilmiy kanalmiz-ku, keling buni neyrobiologiya ko'zi bilan ko'ramiz. Miyamizda axborotni saqlash uchun ikki yo'l bor: qisqa muddatli xotira va uzoq muddatli xotira. Odatda hamma narsa tartib bilan bo'ladi. Voqea sodir bo'ladi, qisqa muddatli xotira ishlaydi, undan keyin esa uzoq muddatli xotira. Lekin ba'zida miyangizda qisqa tutashuv yuz beradi. Axborot qisqa muddatli xotiraga kirmasdan to'g'ridan to'g'ri uzoq muddatli xotira omboriga tushib qoladi. Natijada nima bo'ladi? Siz voqeani ko'ryapsiz, lekin miyangiz uni arxivdan topib oladi va sizga "Xoy, biz buni allaqachon bilamiz-ku, bu eski xotira-ku" degan signal yuboradi. Aslida esa bu voqea millisekundlar oldin sodir bo'lgan. Hello? Syomka qilyotgandim. Uxlayotsanmi? Yo, syomka dedim. Uxlamayapman. Baloqot tez. Hop, sonib qo'ying. Deja-vu ko'pincha kimlarda bo'ladi? Charchagan odamlarda, ko'p sayohat qiladiganlarda va dopaminga to'la odamlarda. Ko'p sayohat qiladiganlarda yangi joy, yangi vizual ma'lumotlar, juda ham ko'p yangi informatsiya olgani hisobiga miya o'xshash detallarini qidirib hatto signal berishni boshlaydi. Va dopamin ko'pligida ba'zi bir dori vositalar deja-vuni sun'iy ravishda chaqirishi isbotlangan. Ya'ni deja-vu bu sizning super kuchingiz emas, balki miyangizni "Ey, menga dam ber" degan hayqirig'idir. Lekin deja-vudan ham qo'rqinchliroq narsa bor. Bu uning teskarisi. Jamais-vu. Tasavvur qiling, siz uyingizga kiryapsiz, ammo hamma narsa begona. Oilangizga qaraysiz, lekin ularni tanimaysiz. Garchi miyangiz oilangizni bilsa-da, ularni his qilmaydi. Bu xuddi tanish so'zni 1000 marta takrorlab, uning oxiri ma'nosini yo'qotib, oddiy tovushga aylanib qolishiga o'xshaydi. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, meni kanalimga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Ba'zi nazariyotchi fiziklar, misol uchun mashhur Michio Kaku, deja-vu bu shunchaki miyadagi xato emas, balki parallel dunyolar bilan qisqa muddatdagi to'qnashuv deb aytishadi. Kvant fizikasida ko'p olamlar talqini, many worlds interpretation degan tushuncha bor. Unga ko'ra har soniyada koinot millionlab versiyalarga bo'linib ketadi. Birida siz nonushtaga kofe ichsangiz, ikkinchisida choy ichayotgan bo'lasiz. Nazariyaga ko'ra sizning miyangiz bu koinotdagi eng sezgir kvant signal qabul qiluvchisi. Ba'zida sizning miyangizdagi to'lqinlar parallel dunyodagi miyangizdagi to'lqinlar bilan to'qnashadi va shu lahzada siz boshqa olamda qilayotgan narsangizni eslab qolasiz. Bu go'yoki ikkita radiostansiyani signallari bir-biriga urilib ketishiga o'xshaydi. Keyingi nazariya bu optik kechikish, ikki ko'z nazariyasi. Agar kvant fizikasi sizga juda ham murakkab ko'ringan bo'lsa, bu biologik nazariya yana ham miyangizni achitib tashlaydi. Sizning ko'zlaringiz ma'lumotni bir vaqtda o'zida uzatadi deb o'ylaysiz, ammo charchoq hisobiga bir ko'z ikkinchisidan tezroq ma'lumotni uzatishi mumkin. Natijada bir ko'zingiz ma'lumotni miyaga yetkazadi va miya buni qayd etadi. Keyin kechikkan ko'z shu ma'lumotni miyaga uzatganda, miya buni yangi ma'lumot sifatida emas, balki eskirgan xotira deb qabul qiladi va siz bu ma'lumotni ilgari ko'rganman deb o'ylaysiz. Va uchinchi, oxirgi nazariya eng dahshatlisi, deja-vu degan nazariyasi. Mana deja-vuni ham bildingiz, ammo deja-vu allaqachon yashab o'tilgan degan ma'noni bildiradi. Bu holatda inson nafaqat voqeani yashab o'tganday bo'ladi, balki keyingi soniyada nima bo'lishi va kim gapirishini aniq aytib beradi. Va bu holat bir necha daqiqagacha
davom etishi mumkin. Olimlar bu holatni miyadagi gipokamp, eslab qolish, xotira markazi yopishib qolishi bilan tushuntirishadi. Miya hozirgi bo'layotgan voqealarni shunchalik tez xotira omboriga joylaydiki, siz bir soniya oldingi narsalarni ko'rayotgandek bo'lasiz. Deja vu bu bizning miyamiz qanchalik murakkab va ayni paytda juda ham zaifligini eslatuvchi hodisa. Bu bizga vaqt va xotira shunchaki chiziq emas, balki bizning idrokimizdagi o'yin ekanligini ko'rsatadi. Agar sizda ham deja vu ko'p bo'lsa, demak miyangiz faol ishlamoqda yoki siz charchagansiz. Xo'sh, sizda qachon oxirgi marta deja vu bo'ldi? Bu haqida izohlarda yozib keting. Va unutmang, bu videoni siz baribir ko'rishingiz kerak edi. Sizlar bilan Taqiyot, siz Topuz kanalida edingiz. Keyingi videoda ko'rishguncha. Xayr. Ach, shuning uchun o'zingizga like,